To'g'ri, Chilonzor kelganmiz, 8-kvartal, lokatsiya shundoqqina Parus торговый centridan tushganda 4 qavatli kirpichni domni 3-etaji 3 xona mebel texnikalari bilan kirib yashashlik uchun tayyor xonadon, 67 kvadrat plus 12 kvadrat balkoni. Uy shunaqangi tinch hovli ko'ryapsizlar. Plus o'zini shunaqangi shaxsiy avtoparkovkasi bor ekan, o'zlari asfalt qilib shunaqangi foydalanishyapti ekan, oladigan odamlarga qoldiriladi. Uyimizni planirovkasi bilan tanishtiramiz, videoda tuzib olmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. Do'stlar, xonadonni planirovkasi bilan tanishtiradigan bo'lsak, hol kirganligida chap qo'lda garderobni shkaflari и birinchi xonasi родительский спальня ko'rishinglar uchun, ko'ryapsizlar qanaqa chiroyli remont qilib berilgan, konditsioner, spalniy garnitur, barcha mebel texnikalari bor. Xo'p, o'ng qo'lga yuradigan bo'lsanglar, ozgina o'zgartirish kiritilgan, ya'ni hojatxona hammomi razdelni qilingan hojatxonasi, bu yoqda esa hammomi. Steralka ko'ryapsizlar. Bu eski o'rni kuxnya bo'lgan. Ko'pchilik tushungan bo'lsa kerak. Zaldan chap qo'lga yuradigan bo'lsangiz kirganda bolalar yotoqxonasi ko'ryapsizlar, krevatlari bor. Oyoqdaylari to'liq taxta pol qilingan ko'ryapsizlar, remont chiroyli qilingan. Stol, TV zonalari va verandasiga o'tadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, stolning zonasi, ya'ni choy ichishlik uchun, bu yoq tomonda kuxnyasi. Ko'ryapsizlarmi qanaqangi shinam qilib qo'yilgan. Bu yerdan yana vannaga o'tsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar. O'rtoqlar shunaqangi kompaktni, katta kvadratura xohlaganlar uchun idealniy variant. Mebel texnikalari bilan hamma jihozlari bor. Narxi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, narxini uy egasi bilan kelishgan holda 85200 qo'ydik. Yana kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqinglar, savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosinglar, shunaqangi yaxshi xonadonlarni topishda sizlarga harakatdamiz.